o'rtoq. Hozir ulug'ga otdi. Katta qaz kirib qo'ygan bilasan. Qaziqni ko'ni tepib qo'ymang, ha? Ya bo'ldi. Hop. Voy, meni boyvachcha og'aylar, yaxshi kelib oldingmi? Moshina do'kon oldiga qo'ymadingmi? Ha, sen taksida kelding-ku, sotib qarzding to'ladingmi? Hay, onasini hamsan. Ha, telefonda aytsa nima bo'ladi? Sinadi. Senga o'xshabmi? Bo'pti, men ketdim. Hozir-ku yurchiga, ne xafa bo'lasan, ha? Mana bilan mamani kiysam qanday turar ekan? O'zingga o'xshab, ko'zing ham sinibdi, o'rtoq. Ne qizaryapsan? Nima hazil ko'tara olmayapsanmi? Ha, yaxshi pul topganingda hammani oldida men ustimdan kulgansan-ku. O'shanda hazil ko'targanmanmi? Sizga? Voy, sen yomonsinibsizlar-yu. Qolib, qo'lingni olib ichkariga eshib chiqdim. Mana nima? Kasmanatlarnikimi? Yo, oilaviy oyga chiqib keldinglarmi? Ha, bo'ldi, qil. O'rtoq, hazil bilan eshitib rosa xafa bo'lib ketdim. Yamaga yomon kirib qolibsizlar. Yonimga olaymi? Ha, yaxshi bo'lardi, o'rtoq. Kel, yonimdasan. Bo'shating. Siqib, unaqa qilma, unaqa. Hazil-ku. Qani, yangi kolleksiyadan kiyim oldim. Keyingi Yevropaga ketaman. Menchi 2012-yil borib bo'lganman o'tlaga. Zato hozir chorvagancha olmaysan-ku. Bo'pti, pari. To'xta, gap bor sani, yo'q kelgin. Ha, jigarim.